Qo'shma Shtatlarga kelgan qochqin oilalar yangi muhit, til va ijtimoiy va madaniy sharoitga ko'nikkach, aksariyat hollarda muvaffaqiyat qozonadi. Ayrimlari o'tmishdagi tajribasini yangi hayotda unumli qo'llay oladi. Virjiniyaning Charlottesville shahrida tikish, bichishga mo'ljallangan biznes ochgan Parvin va Yadulla Jamolrizo bilan tanishsak. Amerikaga faqat 2 chemadan bilan kelganmiz. Ust-boshdan boshqa hech narsamiz yo'q edi. Oldilarida bir juft qaychi ham bor edi. Eski qadrdonimiz, Erondan olib kelganmiz. Turmush o'rtog'im 40 yil oldin bir ustadan olgan. O'sha usta o'z vaqtida bu qaychini 66 yil ishlatgan ekan. Salkam 100 yillik qaychi bo'lsa ham ishga juda yaraydi. Parvin Jamolrizo va uning eri Yadulla Charlottesville markazida Yadining ustaxonasi nomli biznesni yuritadi. 11 yil oldin oila qochqin maqomini olib, 3 farzandi bilan Amerikada qo'nim topdi. Charlottesville aeroportiga qo'nganimizda qaysidir payt o'zimizni yo'qotib qo'ydik. O'shanda bir odam bizni chaqirib qoldi. Shunaqa xursand bo'ldik, bizni bilishar ekan. Ularni qidirib topgan odam Xalqaro qutqaruv qo'mitasining vakili edi. Qo'mita qochqinlar mamlakatda o'rnashib, uyli-joyli bo'lishiga madad beradi. Jamolrizo avvaliga birovning ustaxonasida chevarlik qildi. Bir og'iz inglizchani bilmasdan ishlab ketdi. Ishim shuku. Ipidan ignasigacha bilaman. Vatanimda 25 yil chevarlik qilganman. Qo'limdan keladigan ishni topa olganimdan boshim osmonda edi. U bu ustaxonada uzoq qolmadi. 2 yil o'tib oila o'zlarining biznesini ochib, shundan beri odamlarga xizmat qilib keladi. Ishlar baroridan keldi. Parvin matodan qilingan ust-bosh tikadi. Turmush o'rtog'i esa teridan kiyim bichadi. 150 yillik eski tikish mashinasini bir bosib, mijozlar xohlagandek qilib kiyimlarga ishlov berishadi. Internetdan eBay saytidan topdik bu mashinani. Avvaliga Jamolrizo oilasi o'zlarini juda ko'p reklama qilishdi. Bugun bunga umuman hojat qolmadi. Birinchi marta kelishim. Do'stim shu ustaxonaning uzoq yillik mijozi o'sha maslahat berdi. Uning gapiga ko'nib keldim, chunki do'stim doim yaxshi kiyinib yuradi. Bugun qilingan ishdan ko'nglim to'ldi. Qattiq ishlab, mehnatim rohatini ko'ryapman. Shundan xursandman. Ustaxonamiz daromad keltiryapti, mijozni doim xursand qilib jo'natamiz. Jamolrizo oilasi 4 yil oldin uy xarid qilishdi. Hamma farzandlari kollejni bitirib, ishli bo'lib yo'lini topib ketdi. Oila Charlottesvilledagi hayotidan mamnun. Odamlar juda ahil, mehribon, qo'li ochiq. O'zimni hech vaqt qochqin deb bilgan emasman. Shu yerning mag'rur odamiman. Virjiniyadan Junso, Nasiba Tohir. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.